boshla. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun ko'pchilik so'ragan Sodix 24 va 26 modellarni ko'rib chiqamiz. Keling. Asosiy joylari mana ikkalasini orasida masalan ko'rishingiz mumkin. Xo'p. Bu 24 ekstra modeli, bu 24 o'zi. Traktorimiz mana bu tarafda buni oldin qismlari qaror qo'yilgan va 90, bu balondan bu balongacha orasi 90. Buniki bu balondan bu balongacha 120 sm. Ya'ni ikkalasi endi 60 ga 90 ga tushadi-yu. Kimgadir 120, kimgadir 90. Xohishga qarab. Traktorlarimiz Hindistonga yig'iladi, lekin zapchastlar Yaponiyadan olib kelinadi. Zavod Hindistonda, lekin hamma zapchast Yaponiyada olib, Yaponiyada yig'iladi. Oldin moz qismlari, skurlari, navigatsiya qismlari hammasi yaponskiy, motori ham Mitsubishi motor keling ko'rsatamiz. Mitsubishi dizelli dvigatel. Xo'p. Endi ichiga kelib ko'radigan bo'lsak, asosiy joylari. Skurlari bularda 6+2 bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4 orqaga zadni. Fren tosh bo'lgan ham boshda. Yoqimli taqsim tushib chiqarilgani. Rushtoy gaz. Bu yoqda yana orqa navigatsiyasi ulaydigan narsasi. Mana. Bu unaqa qiyin emas, sodda joylashgan. Endi video qisqartirish uchun tez o'tib ketamiz. Orqasiga keladigan bo'lsak, mana orqasi bo'lmas shu 540 ming avval tayyorlanadi. Ikkita qo'li bor, navigatsiyali, ichki bartoy hisoblanadi bu traktor. Keyin bunga keladigan bo'lsak, bu ham xuddi shunday. Faqat aytganimdek soti katta. Litsa qismlari hammasi mana ko'rishingiz mumkin. Prisibillar ham hammasi yaponskiy qo'yilgan. Keyingilarni ko'raylik. Keyingilarga keladigan bo'lsak, bu ham shu 90, 120 ga ikkita qolgan. Buni ham bittasi hozir zakrab berib ketdi. Qolgani 90dan 120 qolsa. Yana ichida bana narxlariga keladigan bo'lsak, bugungi sanamiz 23-oktyabr 130 millionga 140 million so'm turibdi. Kelsangiz yana shu yerda haydab ko'rib narxlarni kelishtirsangiz bo'ladi. Keyingi modelimiz Sodix 50 modeli. Sodix 50 modeli bo'lgan bilan buni go'dasi, o'zi 56 traktor go'dasi bilan ko'rinishidan katta. Endi agarga tushiga keladigan bo'lsak, bular faqat 90 ga tushadi. 4 ta balon ham tortadi, balonda toshi bor. 35 kilodan oldidan, bu yoqdan bu yoqdan ham bor. Bularda endi 3 porsin asosan. 26 ham, 50 model ham 3 porsin bo'ladi. Oldida ham tosh bor, akkumulyator bu yoqda joylashgan. Mana. Buni ham shu aytgandek motorlar yaponskiy, korobkasi, hammasi oldi italyanskiy korobka qo'yilgan. Balonlari ham mana beketi balon. Ko'rishingiz mumkin. Arion sirasi ko'proq biladi beketi balonni. Xo'sh, tepasiga kelib ko'radigan bo'lsak. Mana. Xo'sh, bu yoqda shu bunga o'xshagan, faqat korobka joylash sal o'zgargan, joylashish o'zgargan. Quyon toshbaqa mushtoylari mana. Bu navigatsiya qismini tushirib chiqaradigan, zoom aylantiradigan. Bu yoqqa keladigan skorlari. Bular 8+2 bo'ladi. Skor nimasi rechagi. Bunda navigatsiya tushirib chiqaradigani, shu qisqacha mana panelda yoqadigani, rushtoy gaz. Orqasiga bitta ko'rib olsak, video tez o'tish uchun mana sal paslik olib chiqibdi. Orqasi xudo xolasa indamay 1,5 tonnagacha og'irlik ko'taradi. Traktorning o'zi salkam 2 tonna 700 kg. Hindistonniki. Mana shu aytiladigan joylar shu navigatsiyasi mana bu ham shu 540 ming avval tayyorlanadi. Bemalol press-pal bo'lishga tortadi. Ikkitalar tegishga tortadi. Xullas nima agregat bo'lsa, hammasi kirib ketaveradi ekan. Buni narxi qancha? Buni narxida endi bugungi sanaga 260 million so'm qo'yganmiz. Buni 45 ham bor, undan 5 million arzon turadi. Kelsa yana bonuslar qilib beraveramiz. Xolasa agregat olsa, agar narxida kelishmasa, xolasa agregatdan gaplashaveramiz. Keyin 26 million 50 ko'rdik. Keyingi navbat 90. Buning kattalari ham bor. 90, 110 bor. Endi hozir bu yoqda emas, boshqa filiallarimiz bor. Bu yoqda ko'rsangiz bo'ladi. Bu modelga keladigan bo'lsak 90. Oldidagi tosh 30 kg
turibdi, mana yozilgan. Bunda ham akkumulyator bu yoqda joylashgan mana. Bu balonlarga keladigan bo'lsak, bunga shu BKT balon qo'ygan, 12 ga 424 balon, orqasida esa 18 ga 4lik balon bo'ladi. Belarus Litchi 12 mana balonlardan sakan bir xil. Xo'sh, bu traktorimiz 90 ot kuchi. 90 ot kuchi, bularda 4 ta balon ham tortadi, vidishi. Shu Solis aytganda yaponskiy, bularda ham hammasi yaponskiy qo'yilgan. Yonidagi yellik. Xo'sh, buni kabinasini ko'rsatamiz, ko'ringlar. Bu bemalol xudo xolasa ustalik aylana puli bilan tortadi. Kultivatsiyaga boshqaga agarga tushish, bunda xudo xolasa muammo bo'lmaydi. Bu hali yangi narsalarga. Xo'sh, buni zo'r taraflari mana sidinalariga qarang. Mana mishoq sidinalari furalankli chiqib tushadi. Kabinasi kelgan bo'lsa, mana yaponskiy magnitofonlari ham bor. Oyna artadigan chiroq-piroqlari, konditsioneri bor. Xullas, klimat kontrol hammasi bor. Furtchkalar ochiladi. U qo'ldan kelgancha haydovchiga qulayliklar yaratilgan. Xo'sh, bu yoqqa kelgan bo'lsa shu mana boshqaruv paneli, tablosi. Bular hamma hozir Solis o'zi hamma modeli 25 gacha tezlikga chiqadi. Xo'p, bunda ham shu rishtoy gaz aytiladiganlari mana shu nuqtasi, ikkita tormozi bor. 1 2 3 4 skor. Oldi orqa. Navisga mana bu oldini qo'shadigan, ajratadigan. Navisga tushib chiqaradiganlari. Bitta nimalar chiqyapti. Bu yoqda rishtoyi. Xullas, kelganda yana to'g'ri ko'raverasizda. Video cho'zib qolmasin. Yuringlar, yana tushiraman. Narxi necha pul bu? Buni narxi hozirgi kunda 400 million so'm. Kelsa yana buni ham kelishtirib narxini tushib bersa bo'ladi. Buni ham balonda tashlayman. Mana orqa narxi. Bitta ko'rsataylik.